Men bormaganman-da, men Bag'da ishxonaga ish bo'lib qolganiga Tohirjon jo'natib berganman menga. Keyin Tohirjon borgan, qisqasi ish topib, bu ishlab qolgan, keyin meni chaqirgan, Bag'dan chiqib ketganman. O'sha yerda ishlab qolganmiz. 6 oy, 7 oy ishlaganimizdan keyin уже bundan keyin tillasizlar. Yaxshi bo'ldi-da, keyin kechqurun, kechasi ishlash yoqmay qoldi. Kechasi ishlash juda qiyin bo'lib ketdi unaqa bilan. Ertangi darsga chiqish kerak. Universitetlar boshqa bilan. Eng bitta yomon tomoni bu şeydan qaydida, yana bitta qo'shimchasiga. Ertalab haligi ish misol close bo'ladi-ku, close bo'lgandan boshliq close bo'lgangacha hisoblaydi-da. Haligi cleaning boshqa narsalarni hisoblamasdi. Shunaqa edi, cleaning hisob keyin o'shani tortishganmiz-ku, mana shunaqa bo'layapti. Desak, o'zinchilaganmiz, zadda qilib pullarni kesib, narsa degan-ku. Sizlar shunchaki oson topolmaganlar. Yuz qilgan ekan. Pul berganmi o'shanga? Keyin clean qilganlar. Biz mollar yurdik. Yo'q, ungacha eshitdagacha o'tirganlaring bor edi. O'sha joyda haligi avtobus bekatda o'sha yig'lagan. O'sha joyda Ichim, короче, endi sirroz yaxshi hayot o'tib ketdilar. Bordi ishga, endi ega kirdik, bo'lmadi. O'sha birinchi ikkalamiz borgan vaqtimiz bo'lmagan. Keyin yo'q degan, o'sha yoshimiz to'g'ri kelmadi. Keyin boshqa joyga borganmiz. CUga kirganmiz, 7-Eleven bo'lardi. Ish yo'qmi deb kirganmiz. Bir ikkita joyga kirganmiz, yo'q, bo'lmagan. Keyin o'sha kebab yonida bekat bor edi. O'sha yerda o'tirib, ikkalamiz bekatda o'tirib bizda ichimni yig'lagan to'g'risi. Xo'rlanganman-da. Qanaqasiga dedim. Shunaqa ham o'zim ham pulim qolmagan, boshqa bo'lgan. Keyin mana bo'lib, uyga kelganmiz. Nimadirlar bo'lgan. Endi u mahalla ishlardingiz, yoningizda pul bo'lardi. İçimizden shunaqa pul olmaganmizda bundan. Pul bermasdi. Keyin pul berardi shekilli. Pul bermadi. Banan olib kelardi, yerdik. Kebab olib kelardi. Kebab yerdik. Kebab kattalarni otsa keyin yerdik-da. Lekin shuni navbat qilib olishardi. Kattalarni Deyishdi-ya. Talashgan ham bir kun bor-u, men qo'ygandim, meni navbatimni qilib. Lekin qandaydir bir boshqacha paytlar edi-da. Endi aytishyapman, bilmayman. Men qachon ketaman degan hojat Men to'g'risi Shimoliy Koreya hujum qilsa-yu ketardim. Yo'q, men nima hojatxona o'tirsam tez yig'lasam nima bilan ketaman. Ashtekariga ketaman deganmidi. Qayerda suv tuysa? Qiynalganman. Yo, endi haligi o'rganmagan ekan. Bekatdagi narsa bo'lyapti. Hamma narsa kelyapti-da, endi moralni izlayapti. Endi nima zaril menga dedim-da. O'zbekistonda maza qildim. Nima zaril dedim-da. Keyin haligi akalar yoshing mana qayo degandan keyin ozgina uchqun paydo